Aziz ovchilar, assalomu alaykum. Hammaning ro'za ayyomi bilan tabriklayman. Sog' salomat, charchamay ro'zalarni tutyapsizlarmi? Mana biz domogana keluvdik G'ofur akam bilan. Ata o'tirishibdi. Yomon emas. Suvlar zo'r bo'libdi. Ata ko'prik ko'rinayotgan bo'lsa, ko'prik bor. Parsezni pastdan mana suv ajoyib. Sazan olib keluvdik, ammo sazan yomon emas, endi sazan chiqmayapti-yu. Karash chiqyapti. 10-15 ta karash tushadi. Har katta kichik bitta kattaroq yirigini chiqarib yubordim. Aziz ovchilar, mehribonlarim. Mana endi tortishni boshladi. Ikkita qalmoq bilan, oqma bilan po'kak. Xudo xolasa harakatda. To'planib qolibdi karaslar. Bu yerda bir vaqtlar laqa bilan sudak ushuvdik. Amur chiqardi. Endi vaqti kelyapti. Zo'r joylar. Bu SBK qo'shilib ketadi. Bu pastga tushib bir 300 metrdan keyin SBK qo'shib ketadi. SBK. Bir vaqtlar aka-ukalarimiz siniq ko'prikchilik deyishardi. Hozir ko'prikni yangilab qo'yishgan. Domogana kelinglar, ovchilar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.